Erini telefonini tiklagan xotinlar 16 ming so'm jarima to'laydi. Izohlarda hammanglar kulib, deb prikollar qilsizlar, eri ayolini ustidan shikoyat qiladimi yo? Ey, ongli ravishda ongsizlashtirilgan qavm. Tanganing ikkinchi tomoni nima desanglar, eri ayolini telefonini tissa, ayoli shikoyat qilsa, eri 16 million so'm jarima to'laydi, yo 15 sutka, yo undan-da ko'proq amalur. Sizlar telefon bu jihoz, iPhone olsanglar, uni instruksiyasiga qaraysizlar, to'g'rimi? Apple Jobs instruksiya berganki, постоянно zaryadkaga tiqib ishlatsanglar, batareykasi tez tashaveradi, qotib ishlaydi yo. Yoki qanaqadir fen olsanglar, texnika olsanglar, tabiiy uni ixtiro qilgan odam, yozgan odam qanaqa qulaysilar, dalgovechniy etadi, tez buziladi, instruksiyasiga qaraysizlar. Endi odam ato momo havo va jamiki yer yuzidagi odamlarni yaratgan olamlar Robbi nima deyaptiki, odamlarni yaratgan, hammani yaratgan. Mana agar sizlar iPhone telefonni instruksiyasiga qaramasdan kir mashinaning instruksiyasini iPhonega to'g'irlasanglar, mana iPhone, o'zan jinnimisan, bu kir mashinaga tegishli iPhonega emas deysizlar. Olamlar Robbi o'zini kitobida Niso surasi 34-oyatda nima deyaptiki, astag'zubillah, erkaklar ayollar ustida rahbar, mas'uldurlar. Chunki Alloh ularning ba'zilarini ba'zilaridan ustun qilgan va erkaklar o'z mol-mulklaridan sarf qiladilar. Erkaklar ayollar ustidan rahbardurlar, mas'uldurlar. Ya'ni mol-mulklaridan sarf qiladilar. Ya'ni mol-mulklardan sarf qilasizlar, boqasizlar, ovqatlantirasizlar. Ya'ni boy bo'lsanglar boyligingicha, o'rtahol bo'lsanglar o'rtahol, kambag'al bo'lsanglar kambag'alligingicha va ayolinglar sizlarga itoat qiladi. Itoat qilish kerak instruksiya bo'yicha. Lekin kapitalistlar nima deyapti desanglar, yo'q, ayol eriga hech qanaqa itoat qilish kerak emas deyapti. Yo'q, lekin aeroportda, biznes klassda, boshqa klassda, S klassda, qanaqadir klassda, lekin 1000 ta erkakka xizmat qilsa bu norm, lekin o'zini eriga xizmat qilsa bu strion, qizil bayroq, Konofini, Maldini, Paolo Maldini futbolistmi, yo Maldini orollari deyotgan bo'ladi. Sekretarcha bo'lib, xo'jayiniga xizmat qilsa normalni, uyga kelib eriga xizmat qilsa normalni. O'zi ishda rahbar, ishda stewardess, nima edi, kotiba bo'lib, xo'jayiniga xizmat qilishi normalni. Boshinglarni qotirib yubordimi, moralni.